Trekker bir haydaydigan ukalarimiz mana shu bardan qiynalishadi. Bar bo'lmaydi bilasizlar. Biza mana trekkerlarga ham Malibu 2 barlarni ustunovka qilib berganmiz. Narxlar hamyonbop, sifatli. Mana shunchalarni qaranglar, zamachivy qilingan, plakatida sepilgan. Besplatniy zaryadkasi bor. Tushuntiramiz, original ovozsiz o'rnatilgan. Pirindalar platali, bigushi hammasi mana. Tiptroniklari ham joy-joyida ishlaydi, xudo xolisa. Moshni tushgan 3 ta knopkali, keyinchalik Zenabaga qo'ydirsanglar o'zida ishlaydi. Bilasa trekkerdan bitta chiqmagan. O'zbekistonda chiqqan pozitsiyalarida fullarda bo'ladi. Biz mana abaga knopkani ham joylab berganmiz. Keyinchalik qo'ydirsalar, ulab ishlatvorsa bo'ladi. Zazorlari birga bir moshni keladi. Barlar mana original Premier'dagidan farq qilmaydi, kojinli qilib o'rnatilgan. Mana paranda hammasi platali o'rnatilgan. Kuzovga ham moshni qotadi. Ani teshsam o'zib tashalmaydi. Xudo xolisa mana shunaqa idealniy ishimiz, xizmatimizni ustunovkalari bilan $350 chiqyapti. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar.